bugun 30-oktyabr soat 10dan 9 minut o'tdi. O'zimda piyoda ishlab ko'ramiz. Ama o'tmaylar, qizil turibdi, o'tib ketyapti. Sizlar haydadilarmi? Chekaloq qo'yinglar. Urvashga tutib oladi. Yo'q, bunday olib yetilasida turadi. Ama qarab barakadan sizlar o'tib qolamanda. Yo'q. Sizlar katta shopir ekansiz. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Necha kilometr? 3-7 kilometrga borar ekanman. Qo'ltiyda qilib o'rab berdi. Bir mahkamroq o'rab bersa ham bo'lardi. Nimadir bor shu. Mana shu. Ko'ryaptimi? Menda zakaz tushdi. Oqtepadan tushdi. Assalomu alaykum, xormanglar, salomatmisizlar? Xayrli kun. Xo'p, bugun 30-oktyabr soat 10dan 9 minut o'tdi. O'zimda piyoda ishlab ko'ramiz. Smena olganman. Bugun 10dan 2 gacha olganman, 2 dan 5 gacha olganman. Shunda umumiy 7 soat o'zimda ishlab ko'ramiz. Agar iloji bo'lsa, anaqa 1 soat qo'shadigan joyi bor. O'shandan 1 soat smenani qo'shib 8 soat ishlab ko'raman. Chunki Yandexda ham 31-kuniga anaqa olganman. 8 soatlik slot olganman. O'shaning uchun mana o'zimda ham 8 soat ishlab ko'ramiz. Ertaga Yandexda ham ishlab ko'ramiz. Qo'l ana bu bunaqa video chiqarishdan sabab o'sha ko'pchilik so'rayapti, piyoda qancha topsa bo'ladi, ishlasa bo'ladimi, boshqa qilsa bo'ladimi debdi. Men o'zim qiziqib ko'raman. Bo'ladimi, bo'lmaydimi, qancha topamiz, sharoit qanaqa bo'ladi, osonmi, qiyinmi, hammasini ko'rsatib boraman endi qo'ldan kelgancha. Hozir bir 7 daqiqami kechikdim. 7 daqiqa kechikdim. Biroz jarima bo'ladi menimcha, baribir. Mayli, endi hech narsa qilmaydi. Asosan endi ishni ko'rsatsak bo'ldi. 10dan 10 o'tdi. Yo'qqanimga ham bir 3 minut bo'ldi, lekin buyurtma yo'q. Xo'p, sizlar unda bitta like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, xursand bo'laman. Yugur. Endi onasini ham sen nima deydi? Peshoboddan o'tishimiz kerak. Bizda ham peshkomda ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor, boshqasi bor. Ko'ramiz, xullas, bugun ishlab ko'ramiz, o'tiramiz, nima qilamiz. Restoran yaqinroq joylarga boramiz. Nima yangiliklar o'zi mana shu oramizda bormi? Piyoda kuryer bo'lib ishlaganlar yoki ishlayotganlar. Endi ishlamoqchi bo'lganlarga ko'rsataman buni. Agar ishlaganlar bo'lsa, ishlayotganlar bo'lsa, kuniga qancha topyapsizlar, ishlasa bo'ladimi, qoplaydimi? Nima deysizlar? Nima maslahat berasizlar? Anaqa kommentariyada izohlar beringlarchi. Eng ko'pi qanchagacha topgansizlar, necha soat ishlagansizlar? Yaxshi bo'ladi-ku, o'shani biroz aytib ketsalar. Balansimda 48 ming so'm pul bor ekan. Balansda 48 ming bor ekan. Bu avval o'sha ishlagan seminarlarimda qolib ketgan pulda. Keyin bir video chiqardim-ku, o'zimda anaqa jarimalarni bilib bo'lmaydi deb, mana bu joyda bor ekan. Topdim, uni ham Instagramga qo'yganimdan keyin topdim. Plus ko'rish, topish oson emas-da. O'shaning uchun mana formalarni kiyib oldim, sumkani kiyib oldim, kepkani kiyib oldim, o'sha jarimaga tushmaydi. O'zimda to'liq ish asoslari degan joyga kirar ekanmiz. O'zbek bor ekan. Xullas, mana shu joyda ichidan chuqlasa, anaqa narsalar chiqar ekan. Hamma jarima haqidagi ma'lumotlari o'tilgan, mana korrektorovka degan joy. Endi men korrektorovka jarimaligini bilmaganman-da, uni keyin bildim. Seminaga chiqmaslik o'tkazib yuborgan semina har bir soat uchun 30 ming so'm korrektorovka qo'llaniladi. Har bir soat uchun 30 ming so'm bo'lsa, men 7 daqiqa kechikkan bo'lsam, menga ham qanchadir miqdorda jarima bor. Qanchaligini bilmadim lekin. Havo zo'r, mazza. Elektrda chiqib ishlaganim yaxshimidi? O'zi sizlar uchun video qilyapman, to'g'risi. Shu anaqa piyoda ishlasa bo'ladimi, qancha topsa bo'ladi deb shunaqa savol berganlar juda ko'p. O'shalarga umumiy mana shu videoni bitta ko'ring, ishlasa bo'ladimi, bo'lmaydimi deb aytib o'raman deb turibman. O'sha so'rovchilar ko'pligi uchun bu ham bitta eksperiment. Xudo xolasa Yandexda ham ishlaymiz. Menga iltimos, ana Volt akkaunt topib beringlar. Ofisga borsam qilib beradimi? O'sha Voltda ham ishlab ko'raylik.
reklama bo'lardi o'zlariga. Bir gaplashib ko'rishim kerak edi. Qancha gaplashsam bo'lar ekan, nima qilsam bo'lar ekan. Zo'r bo'lardi. Ama o'tmaydi, qizil turibdi o'tib ketyapti. Ha, xolalari, tog'alar. Yaniga odoblik ko'ryapman-ku. Bitta qonun qoidalarga amal qilib yuraman. Sizlar haydadilarmi? Chikir olib qo'yinglar. Urmashga tutib bo'ladi. Yo'q, bunday olib yetilasangiz turadi. Chikir olib ichmay xalaq bermaydigan olib qo'ysalar. Voy, yuradi. Hayda. Ha, o'sha ko'tar. Vo, ana. Ichmay xalaq bermaydi yo'l ustida tursa. Sovun. Mana bechoralar turishini qaranglar. Nomeri yo'q, boshqa yo'q. Egasi menimcha pravo o'qiyapti. Bosing, brat, bosing. Atrof. Bo'ylar bir 3 metr odamdek bo'lib ko'raysizlarmi? Mana qarab barakadan silab o'tib qolaman-da. Ko'rgan qilsin deydi-yu. To'g'risi, bu kamera ishlatib o'zim mazza qilyapman. Yoqayapti. Mana ya bu yerda men bitta chang bosib yotibdi. Lekin bu yerda ishlashning bitta tarafi bemalol yurar ekansiz, mana bemalol mazza qilib, aylanib, o'rnib. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Bo'ldi. Birinchi buyurtma muvaffaqiyatli topshirildi. Orqam terladi. To'g'risini aytaman, orqam terlab ketdi. Va badanlarim ham terlab ketyapti. Menda o'zi nima tez terlash, ko'p terlash anaqasi bor. Shunaqa narsa bor, bilmadim. Bu endi nima deydi, kasallikmi yoki yaxshilikmi bilmadim. Lekin nima bo'lsa menga yoqmayapti bu narsa. Bunday salqin, mazza qilib yurmayapman-da. Shunaqa tez mana futbol o'ynaydigan bo'lsam, boshqa bo'ladigan bo'lsa, shunaqa tez terlab ketaman. Agar bemalol o'tirib mana qilsam, unaqa emas. Men keyingi buyurtma qachon tushar ekan? Ya o'zi lekin mana hozir aytaman. Soat 10 dan 7 minut o'tganda seminarga kirgan bo'lsak, hozir 10 dan 50 o'tdi. Shunda 40 daqiqada primeri yarim soatda bitta zakaz solib demak. Yarim soat, 20-25 minut, yarim soat oralig'ida bitta buyurtmani topshiribmiz. Bu yaxshi. KFC'ga ketyapman. Ha? KFC'ga ketyapman. KFC? Anaqada. Chilonzor metro yonida. Qayergacha yurasiz? Ana. Ha, bitta brat bor ekan, olib ketdi. Mazza. Bravo, so'rab yetdimi? Bo'ldi, xolos. Bo'ldi. Bloger chamanda. Endi boshlaganman. O'shanga pechkop ishlab, video olib yuruvdim. O'zim elektrovelikda ishlayman. Ishim ancha yengil bo'ldi lekin. Ha. O, siz ham katta shopir ekansiz. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Mazza bo'ldi. Yomonni topsiz. Ha, yo'lda oldi-da. Mazza bo'ldi lekin, tez kelib oldi. Bitta kichkina iltimosda, mana o'sha brat borku, hozir o'sha o'tirgan o'sha veligida o'tirgan holida mijoz keldi, o'tirgan joyida olib berib yuboryapti-da. O'shani endi sal anaqa hurmatsizlikda bu narsa, iloji bo'lsa o'sha velikda shunday tushib, chiroyli muomala qilib berganimiz yaxshi. Bu bizda 3-chi buyurtma bor. Buyurtmalar ko'p-ku, ha? Ya yo'q. Mazzalidan tushdi. Necha kilometr? 3-7 kilometrga borar ekanman. Ana. 4 kilometr. Xullas 4 kilometr ko'rsatyapti. Men avtobusda borsam qanday bo'lar ekan? Avtobus ko'rsatarmi ekan? Barib peshkob yurar ekanman. Ilojim yo'q ekan. Avtobusda yurishga to'g'ri undan peshkob yurishim qulay bo'lib qolyapti hozir. Avtobusda borsammi deb o'tirdim. Hozir lekin 4 kilometr joyga. Ajoyib. Sensatsiya.
Lekin deymanda boya 1 kilometrga 110 metrga 1 kilometr 110 metrga 20 daqiqadan ko'proq vaqt berdi-da. Hozir 4 kilometr joyga borishim kerak. Mazali degan anaqa mazali bo'ladi. Restoranmi shunaqa bor-ku. Xullas o'shanga borishim kerak. U oralig'i 4 kilometr, lekin 16 daqiqa vaqt berdi. Kelishib olinglar, juda g'alati emasmi nimadir? Ana piyoda ishlash yana bitta plyus taraflari bor-ku. Yo'lni bilaman-ku, hozir qayerga borishimni yaxshi bilaman, telefon qarab o'tirmayman. Shuning uchun boshqa narsalarni chuqurlab ketaversa bo'laverar ekan. Tezda qarab qo'yaman. Telefon chuqurlab, men Twitterda yozganlar o'qib ketyapman. Bu ham bitta plyus bo'lsa kerak. Quloqqa naushnik taqib olib, audio kutib etsa bo'ladi, podkast ko'rib ketsa bo'ladi, qo'shiq eshitib ketsa bo'ladi. Hamma narsa qilsa bo'ladi xullas. Yo'li ko'p. Menda hozir vaqtim yetmay qolib, bular jarima yozadi, ko'rasan. Korrektorovka qiladi. 7 daqiqa qoldi mana. Men hali Shuhratga yeta olganim yo'q, lekin 7 daqiqa vaqtim qoldi. 14 minut beruvdi. 14 minut beruvdi, esimdan chiqib qoldi. Xullas shuncha beruvdi. Hozir 7 daqiqa vaqt qoldi. Manziliga borish uchun hali 2 kilometr bor-da. 2 kilometr bor va 4 kilometrni kelyapman hozir. 2 kilometr bor. Xo'p. 2 daqiqa уже minusga kirib ketdim. Kechikyapman. 14 minut bo'lganda 2 daqiqa kechikyapman. Уже bu degani hozir qanchadir miqdorda jarima yozadi degani. Nima bo'lmasa piyoda rejim o'tkazgan bunaqa 4 kilometr bermaslik kerak edi. Xo'p, bersa ham mayli, undan norozi emasman, men boraveraman 4 kilometrga. Faqat minutni ko'proq berish kerak. Men qaranglarda hozir zo'r narsa bo'ldi, mana 4 kilometr joydan keldim. Mana hozir qoldi 1 kilometr qoldi-da, hozir qoladigan o'sha restoranga borishga 1 kilometr qoldi. Byudjetma bekor qilindi. Byudjetma bekor qilindi. Yetova qildim. Nega bunaqa qilasizlar? Nega bunaqa qilasizlar? Gapiringlar-chi. Akalar qaranglarda, hozir vokka keldim. 1,5 kilometrdan keldim, уже 9 daqiqa kechikdim. Menga 14 daqiqa bergandi. Yugurib kela olmayman, boshqa qila olmayman. Menda boshqa yo'l yo'q edi. Bilmadim lekin xullas. Lekin o'zim to'g'risini aytaman, yaxshi chiqmayapti. Bu juda yomon. Erta korrektorovka yoziladi bu 100% bo'ladi. Benzin gaming bo'lsin, naryoga shekilli. Xo'p. Mana. Lekin yaxshi 500 metr ekan. Mana hozir endi bu yerdan olib boradigan narsamiz 500 metr yo'lda narigi betiga olib borar ekanmiz. Bu yaxshi. Xo'p, bu tarafiga gap yo'q, malades. Geldi. Salomat. Xullas, bunu topshirdik. Topshirdik. Xo'p, buyurtma topshirishga bosamiz. Bizda yana bitta buyurtma berdi, zo'r qildi. O'sha yana vaqtda yonida Street 77 bor edi. O'shanga borar ekanman. Hozir bu buyurtmaga ulgurdim. Street 77 ga keldim. 5 daqiqa vaqtim ortib qoldi yana. 50-30. Mana hozir Street 77 dan olib bo'ldik narsani 700 metrga berdi-da. 700 metrga berdi. Hozir daqiqa 14 daqiqa berdi. 700 metrga 14 daqiqa berdi. Bu endi iziga tushib oldi menimcha. Demak, boyagi bir marta qilib ko'rgan, o'sha 4 kilometr berib ko'rgan. Agar yetib olsak, yana shunaqa beramiz deb o'ylagan. Men peshim ishlab betolmaganligim uchun o'sha bitta o'sha tushunmovchilik bo'ldi. Agar korrektorovka qiladigan bo'lsa, men uni yozaman. Yaxshi, mana hozir endi vaqt yetarli. Nasib bo'lsa yetib boramiz kechikmasdan. Bizda yana buyurtma bor aytmoqchi. Maxway'dan tushdi. Lekin buyurtma yaxshi, ko'p. Mana 400 metrdan tushdi.
Budjetmi ko'p, men anaqa kutib qolamanmi deb o'ylagandim. Yo'q, kutmayapti. Yaxshi bo'lyapti. Faqat o'sha boyagi atmay qilib ketganni hisobga olmasa zo'r ideya. Ana ko'ngildagidek bo'lyapti. Men budjetni kutib qolib o'tirib qolamanmi deb o'ylagandim. Yo'q. Kamera oldi. Yeni dürbün bu. Rapor qo'lda ham ko'tarib yuraverasiz, обязательно berib qo'yishadi. qo'l tiydi qilib o'rab berdi. Bir mahkamroq o'rab bersa ham bo'lardi. 950 metr. Yaxshi. Oqtepa kurgidagi Oqtepaga kelyapman. Mana shu yerga tushsam bo'ldi. Ahvolim chatoq lekin. Nimaga deganda mana ikkita oyoq bor-ku, bir g'alati bo'lib og'rib qoldi. Ishlasam bir 4 soat ishladim hozir. %10 metrlik masofa. Yo'q, mana endi uzun o'ziga kelyapti. Uzun o'ziga kelyapti. Gap yo'q. Ajoyib. Boyagi 3 kilometrda kelib asabiylashib gapirgan gaplarim nima bo'ldi, qaytarib olaman. Hozir bu yurtmas zo'r, ketma-ket tushyapti. Eng uzog'i o'sha 4 kilometr, xo'p, uni endi adashib berib yubordi deylik. Undan tashqari hammasi 1 kilometr orada tushyapti. Bir 500 metr restoranga boryapman. Restorandan bir 500 metrdan eng uzog'i 1 kilometrga olib borib berdim restorandan kindal yog'iga. Maxway, Oqtepa, ikkita street bilan vaqt qo'shsak, 4 ta bo'lar ekan, ikkita kemsin qilsak 6 ta buyurtma bajardik. 3 soat bo'ldi. 3 soatdan ko'proq vaqt bo'ldi, 6 ta buyurtma bajardik. Menimcha zo'r natija, to'g'rimi? Ha, qaranglar, qanaqa zo'r joyda joylashgan. Men atrof chiroyliligini qaranglar. Yo'q. Ha, klinika ham zo'r joyda joylashibdi. Shishi havas. Xo'p, buni ham topshirdik. Men mijoz manzildan bosdim. Buyurtma topshirishni ham bosdim. Gap yo'q lekin, gap yo'q. Mana qaranglar. Oho. Zo'r ha? Oqtepa sohil bo'yimi. Baliq tutib ekan. Qaraydi, nimadir bor shu. Mana shu. Ko'ryaptimi? Menda zakaz tushdi. Oqtepadan tushdi yana. Qaranglar, soat 15:20 bo'ldi. 15:20 bo'ldi. Zakaz tushmaganiga bir taxminan 1,5 soat bo'lib qoldi-da. Hali ham zakaz yo'q. 1,5 soatdan beri hozir mana shu atrofda restoran ko'p deb shu yerga keldim hozir. Peshkom yurib zakaz tushsin deb. Mana bu smenadan bu yoniq turibdi. Yo'q lekin. 5 dan 7 gacha. Lekin mana tagida hozir 30 ming so'mdan deb turibdi-yu. O'sha 30 ming so'mdan degani sababi hozir mana shunaqa zakaz tushmayapti-yu. Soat 5 gacha 30 mingga ham topolmasam, zakaz kam bo'lsa, bitta ikkita zakaz olsam 30 ming ham bo'lmasa, mana shu 30 ming tashab berar ekan. Hech yo'q. Yaxshi ekan. Ko'ramiz, endi faqat zakaz tushmaganiga odam sal zerikib qoldi. Birinchi semina zo'r edi, mazza qildim. Chotki bo'lib zakazlar ham zo'r, umuman tindirmadi-yu. Ketma-ket beraverdi. Mayli, sabr qilishchi. Shunda soat 10 dan beri 11 kilometr yuribman mana. 11 kilometr yuribman. Boyagi boshida bir tur 5 kilometr deylik.
5 kilometr hisoblamay qolib ketgan. O'sha 5 kilometrdan qo'shsak 16-17 kilometr yuribmiz. Soat 10 dan beri. Sizlarni Toshkent balanddan qanaqa bo'lishini ko'rsataymi? Mana. Mana. Ko'rib oling. Toshkent. Xullas, agar shunday qilib ishni tugatdik, ertalab o'sha Chilonzor Xorazm ko'yida boshlagan bo'lsak, hozir Milliy bog'da to'xtadik-da. Metroda mana ketib olay. Sig'maymi? Bo'lmaydi. Sig'maymi shekilli. Ha, bo'ldi. Odam ko'pligiga qaraydi. Agar Uzumda ishlaganimizda xulosasini qilib qo'yaylik, o'sha kuni qilmagandim. Qilmaganim sababi seminarni kechroq ko'rsatadiku pulini. O'sha kuni mana birinchi seminarda ko'rib birinchi seminarda 10 dan 16 gacha olgandim. 10 dan yo'q, 10 dan 14 gacha olgan ekanman. 4 soatda 58 ming bo'lgan. 4 soatda buyurtma rostdan zo'r bo'ldi. Ketiga uzmasdan, unaqa ko'p ham kuttirmasdan, uzog'i 5-10 minut turib, undan ko'p kuttirgan yo'qdi. O'sha tarafini hisobga oladigan bo'lsak, birinchi seminarimizda buyurtmalar zo'r bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, 4 soatda 58 ming berdi. Endi buni qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri qoniqarliligini bilmadim. Lekin buyurtmalar masofasi ham yaxshi. Masalan, 500 metr restoranga boradigan bo'lsak, 500 metr undan nariyog'iga uzog'i o'sha 1-2 kilometrgacha bo'ldi-da. Bu zo'r natija. Menga yo'q. Piyoda ishlashga eng qulay masofa mana shu o'zi. Undan nariyog'iga endi boya mijoz kutib qolar ekan. Undan nariyog'iga o'zi ko'p vaqt ketib qolar ekan. Yana nima demoqchi edim? Keyin o'sha bitta buyurtma tushib qoldik-ku, 4 kilometr yuradigan masofada o'shanda kech daqiqa kam bergan, hali yetib bormasdan turib keyin bekor bo'lib ketgan. O'shani hisobiga 40 ming korrektorovka qilibdi menda. 40 ming jarima yozdi. Bu degani 58 dan 40 ta ayirsak 18 ming so'm pul qoldi degani. Birinchi seminarimizda 18 ming pul ishlagan. Bir 15 kilometrmi 17 kilometr yurganman-da. Keyin ikkinchi seminam dabdala bo'lgan. Soat 14 dan 17 gacha ishladim. 3 soat bo'ladimi? 3 soatda bir 2 tani zakaz qilgan. 3 ta emas, agar alishim etgan bo'lsam 2 ta edi. Zakaz dabdala, hech narsa yo'q. Unga boya kodlar 32 ming bergan ekan. Hozir esimga tushib qoldi endi. 32 ming bergan, bilmadim, lekin umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, piyoda ishlaydigan bo'lsanglar, Uzumda ishlagan yaxshiroq ekan, lekin summani ko'rib turibsizlar, 7 soat ishladik-ku, 7 soatda 90 ming so'm. Bir agar 10 soat ishlaganda boyagi bonuslari bor edi, 10 soat ishlasa 60 ming bonusi bor edi. O'sha 10 soat ishlab 60 ming bonusni olib, ham 91 120-130 ishlab qo'yganda, общий bir 200 ga bormay qoladigan summa bo'ladi. Keyin oyoqlarim og'rib qoldi. O'sha kuni kechqurun bordim, yotdim, kvartirada yotganimda oyoq og'rish boshladi. Undan avval yurganim unchalik og'riq yo'q edi. Kechqurun shunaqa oyoq og'rilyapti, men o'zim anaqa bo'lyapti. Ertaga ishga chiqmas, ertasi kuni Yandexga anaqa olib qo'yganman. Piyoda yurishga nima deydi? Slot olib qo'yganman. Xullas, agar juda zarur bo'lsa, juda bir boshqa ilojlar bo'lmasa, piyoda ishlanglar. Agar yo'q, imkoniyat boshqa masalan oddiy velega olishga yoki elektr velega olishga imkoniyatlar bo'lsa, ijaraga olib bo'lsa ham yoki sotib olib bo'lsa ham olinglar. Bu piyoda ishlash umuman nevigidniy, umuman bo'lmaydi, qoplamaydi. Sog'lig'ingizga zarar. Men o'zim o'sha kun oyog'im juda og'rib qoldi. U olayotgan summa ham unaqa kam ko'p emas-da, dabdalada summa ham. Bir 150-200 ishlaganimda ham yaxshi edi. Agar o'sha 17 soat ichida minimum 150 ishlaganimda ham yomon bo'lmasdi. O'sha qo'limdan kelgani mana shu. Bundan
ortiq boshqa xulosa yo'q. Borni deb ko'rsating deb o'ylayman. Boshqa narsa yo'q. Hammasi mana shu. Ertasi kuni Yandexda ishlaganman. Uni ham hozir xulosasini qilaman, lekin uni xulosasini keyingi videoda oxirida qo'yib yuboraman. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Fikrlarni kommentariyada kutaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.